Assalomu alaykum. Kaskali bola kanalimizda ashaddiy muxlislari, qurilish sohasiga qiziqadigan obunachilar. Bugun xudo xolasa Oltiariq tumani Qapchig'aydagi yog'och bozori, ya'ni terek mahsulotlarini sizlarga qisqacha narx-navosini aytib o'tamiz. Endi asosan narx-navo bu to'sin haqida. Hozirda mana bu ko'rib turgan 5 metrlik baquvvat to'sinlarimizning narx-navosi 150 ming so'mdan bo'lyapti. 4,5 metrlik to'sinlarimiz 90 ming so'mdan bo'lyapti. Mana shu ko'rib turgan moskvichlarimiz, ya'ni 7-8 kilometr masofaga 120 ming so'm yo'l kira olgan holatda yetkazib berishdi. Ustalarimiz mana poyteshada chiroyli holatlarga keltirib, to'sinlarimizni joylashtirib berib, ya'ni tomlarimizni yopib berish xizmatlari bilan kelishganmiz. Bitta shifrni xizmat haqi 45 ming so'mdan yopib berishyapti, qoqib berishyapti. Agar tomsuvoq, zardevolni birgalashib qo'shib qilib berishadigan bo'ladigan bo'lsa 70 ming, 80 ming so'mdan bo'ladi. Xudo xolasa bu videolarimizda tez oralarda yana to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kaskali bola kanaliga obuna bo'linglar, layklarni bosib, qurilish qilayotgan yaqinlaringizga bu videoni jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar.